Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi mavzuimiz bloklarda yashash va ularni chizmaga qo'yish. U nima degani? Masalan, bitta mana blok tayyor. Shu blokda qarang. Yangi blok yaratish uchun mana yerda Sozdat knopkasi bor. Sozdat bitta bosasiz. Mana bu yerga misol uchun okna deysiz. Okna emas, uzr. Uказательda ko'rsatasiz. Mana shu burchagi nolvoy burchak ko'rsatasiz. Mana bu bo'ldi. Keyin mana bu yerga masalan okna okna deb qo'yamizda, qarang, tushuntiray. Bu o'sha blokning nomini berasiz. Mana bu bilan bosib, mana bu yerdagi o'sha burchagini ko'rsatasiz. Nolvoy burchakni. Keyin avtomatik o'zi o'sha mana bu x y o'qlarini beradi. Keyin mana bu yerda o'lchov birligi bor, millimetr santimetrda. Keyin preobrazit blok bor. Shu blokka qilib beraymi deyapti, ha deyapmiz. Keyin одинаковый masshtab bor, ya'ni bir xil kattalikda katta bo'ladi. Ruxsat beryapti. Galochkani ma'nosi shu, ya'ni bir xil anaqada masshtabda kenglikda katta bo'ladi deyapti. Keyin расширение o'sha bo'linishga ruxsat berish degan ma'noni bildiradi. Unga galochka qo'yib qo'yapmiz. Ya'ni o'sha nima deydi? Shu bo'linishga ruxsat degan bo'linishga, расширение bo'lishga ruxsat yo'q degan ma'noni beradi galochkasi. Shu. Hozir buni o'sha dars jarayonida ko'rasiz. O'qitishimiz. Mana okna dedik. Bo'ldi. Okna masalan 2 bo'lsin. Shu topqarish bo'lsin bo'ladi. Bitta bosamiz. Mana. Bo'ldi. Endi qarang. Okna qilgan bilan buni o'zi oknaga aylanib qolgan yo'q. Bu yerda safhada oknani topamiz. Okna. Shu kenglikda shu tomonga qo'yib qo'yamiz. Okna bo'ldi. Bitta bosib buni svойствоga kiramiz. Mana qarang. Endi masshtabga galochka qo'yganimiz mana 2 ni bo'lsangiz 2 marta katta bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Qolgan x y o'qlarga bir xil ta'sir qiladi. Masalan 5 qo'ysak 5 marta katta bo'ladi. Ko'ryapsizmi? 5 marta katta bo'ladi. Endi yana qaytarib 1 ga qo'ysak o'sha bunaqada oldingi holatiga qaytadi. Tekushlikda o'shasi oldingi holatiga qaytadi. Ko'rdingmi? Shu galochkani hisobiga. Yana hisobga qilamiz. Qolgan primitiv o'sha funksiyalarni o'rganib olishimiz kerak. Uqadatni bosamiz, yana bitta bosamiz burchakka. Endi okna 3 qilib qo'yamiz. 3 qo'yamiz. Qolgan hamma joyda одинаковый masshtabda tashlaymiz. Keyin разрешить расширение. Buni ham tashlaymiz. Oknaga bosamiz. Hisobga kiramiz. Okna 3 ga bosamiz. Endi qarang. Bitta bosib qo'yib, endi svойствosiga kiramiz. Buni ko'ryapsizmi? Farq bor. Masalan, yukka 2 qo'yasiz. Ko'ryapsizmi? Yukka misol uchun 3 qo'yasiz. Bunga masalan 4 qo'ying. O'zgarish sezyapsiz. Hamma tomondan mana unda bir xil katta bo'layotganda, bir xil kenglikda, endi o'sha bu yoqda o'sha boshqacha ketyapti. Masalan, Ctrl bilan qaytaramiz. Misol uchun расширениeni ham bosib qo'ydik. Buni bitta bossak-da, buni bossak, hamma ruxsat bersa bosasa. Разница расширениega ruxsat berilmayapti. Ba'zan o'zini xarakteristikasi bor. Qolganlarini ko'rib qolgani mana shu narsada asosan blokga vazifasi shu. Keyin shunday narsa bor, misol uchun
bloklar ham osmondan tushib qolmaydi. Masalan, o'zingiz chizasiz. Misol uchun bitta krug deylik, mana bosasiz. Masalan, chizdik deylik. Ko'paytirasiz. Shu primitivni blokka aylantirasiz. Sajdatni bosasiz. Masalan, men yerga doira deb yozasiz. Doira. Deylik, ukazatel ko'rsatyapti. Mana ko'rsatdik. Xo'p. Men progressiv blok degan o'sha blokka aylantirib berayam deyapti. Primitiv deyapmiz. Bu yo'q, udal bo'lsa udal ko'rasiz. Keyin qiladigan ishimiz razрешить bitta galchkan bosamiz. Ko'ramiz nima hab bo'lar ekan. Razрешitga bosdik, qolgan hamma joyda. Mana bu millimetr, santimetr deganda, eng asosiy millimetr ishlaymiz. Bosdik, bu yerga kommentariyani yozasiz, xohlasangiz. Doira dedikmi? Doira haligidek qolishini bo'lsa raqam qo'yib 2 misol uchun. OK deb bosamiz. Keyin mana hisoblab turamiz. Doira qilibdi. Shu mana gradusda, mana gradusdan bak qilamiz. Buni bosamiz, mana yerga bosamiz. Mana haligidek 2 qilasiz, xohlasangiz qo'yasiz, o'zgaradi. 5 qilasiz, xohlasangiz 6 qilasiz. X y ko'rasizmi? Aqlga ancha o'zgaradi. Ctrl Z bilan orqaga qaytarib tashlaymiz. Bosasiz, bosasiz. Hammasi joyida. Ko'ryapsizmi? Olib tashladim. Sababi bundan oldin razрешить галочка, razрешить расширение turuvdi eslaringizda bo'lsa, nastroykasida videoni qayta ko'rish mumkin. O'shaga галочкani qo'yganim hisobiga mana o'sha alohida bo'laklandi. Ko'rdingmi? Mana sen yerda bo'laklanmayapti. Bo'laklanmadi mana. Blok bo'lib qoldi. Bu gruppa deydi. Gruppa bo'lib doira bilan turlicha bitta bo'lib qoladi. Endi bu yerda mana o'sha расширение bo'lishga ruxsat beryapti. Tushuntira olgan? Yaxshi. Shunaqa joyi bor. Misol uchun bitga kirasiz mana. Bitta mana bu blok bor. Bosildimi? Tutamiz. Oyna chiqadi mana. Oxirgi ishlatganlarimiz hammasi mana shu turibdi masalan. Mana bitta bo'limlari bor. Ba'zan chiqadi. Bo'lmasa mana bitta bor. Hali bularni hammasini o'tamiz. Muammo emas. Mana. Misol uchun oxirgi chizganimiz nima bo'ldi? Mana doiramidi? Doirani bosasiz. Masalan, x y o'qi ham xuddi mana yerdagi primitivga o'xshab x y o'qi ham tayyor turadi. Ctrl bosib qo'ying. Mana doirani bossangiz, mana yerda x y o'qi turibdi, joyida turibdi. Ruxsat masalan power'ı bor, xohlasangiz. O'shani necha gradusda buramoqchisiz. Qo'yasiz, bitta galchkani yoqib qo'yasiz, xohlasangiz. Xohlasangiz galchka bo'lmasa, mana yerda power'ni yoqib qo'yasiz. Masshtabi 2 masalan 2 qo'ying. Повторить размещение, расширение deyapti. Xohlasangiz расширение ruxsat bering, to'g'ri bermaydi. O'ziga bog'liq. Hop. O'zi avtomatik chiqarib beradi. Ko'rdingmi? Bosasiz yana chiqadi. Hammasi chiqarib beradi o'zi. Qolganlar ham xuddi shunday xarakteristikasini o'zgartirib ketaverasiz. Muammo emas. Oyna bo'yicha misol uchun. Точка ставки расширение xohlasangiz расширение bosasiz. Olib berasiz. Bunga ruxsat yo'q ekan. Yana galachkasi qo'yilmaganda boshida xarakteristikasida. Ruxsat yo'q ekan. Xuddi shunday tushyapti. Bundan tashqari masalan bu blok bo'yicha ko'rsatdik. Bundan tashqari mana bu yerga kelib masalan o'zi tergovchi blokni nomini tersangiz o'zi chiqarib beradi. Mana doirani bitta bosasiz.
Masalan, ba'zi tochkasini ko'rsatyapti, pоворot, rastchilikni boshqa. Masshtabni ko'rsatasiz. Misol uchun 2 qilasiz. Misol uchun deylik, keyin pоворot bitta bosasiz, necha gradusda? 65 qiladi. Mana o'zi avtomatik chiqaveradi. Tushunyapsizmi? Qo'yib qo'yasiz, olam gulson. Masalan, misol uchun deylik, masalan, misol uchun qilib ko'rsatyapmiz. Shu bloklarni yasash, ularni chizmaga qo'yish bo'yicha mana bugungi mavzumiz o'tdik. Shu bilan o'rtoqlar keyingi darsda ko'rishguncha xayr.